Falsafa doktori Isroil Madrimov. Ha, chempionimizni tilga olganda, endi unga shu nomni ham qo'shib aytsak bo'ladi. Kishini munosib himoya qilganingizdan tabriklaymiz. Ilmiy darajani ko'rib berganlaringiz uchun alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Avvalambor bugun men uchun juda ham quvonarli kun. Nimaga deganda, shu hozirda ilmiy daraja himoyasida qatnashdim va himoya qildim. Men uchun juda ham boshqacha tuyg'u bo'lyapti. Nimaga deganda, havas sportchilik faoliyatimda katta yutuqlarga erishganmiz, har xil yutuqlarni ko'rganmiz, lekin bu yo'l men uchun yangi yo'l va boshqacha yo'l bo'lgani uchun juda ham quvonarli kun deb bilaman. Mana shogirdim Isroil Madrimovni hozir himoyasini eshitdik, ko'rdik. Bu juda hozirgi zamonni talabi, masalan, professional boks bilan havaskor boksning farqi va bir-biriga qo'shib shu faoliyatlarni olib borish mavzusi. Isroil Madrimov pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy unvonini qo'lga kiritdi. Uning dissertatsiya mavzusi havaskor va professional bokschilarning individual mahorati haqida bo'ldi. Bugungi ro'parangizdagi yangi professor bu siz kuni kecha bugun ringda, televizor qarshisida, katta arenalarda tomosha qilayotgan sevimli bokschimiz Isroil Madrimov bugun sizni ko'z oldingizda professor bo'ldi. Xudoyim sizlarga ham shu narsalar nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dunyo miqyosida bunday ilmiy darajaga erishgan mashhur jangchilar barmoq bilan sanarli. Isroil Madrimov bo'lsa, mustaqil O'zbekiston tarixidagi sportchilar orasida ilk falsafa doktori sifatida tarixga kirdi.